Mana nima uchun 30 yoshdan oshgan ayollar ortiqcha vazndan qutulishda doimiy noqulaylikka duch keladi va o'zlarida doimiy charchoq hamda yurakning tez urishi, hayz buzilishlari, soch to'kilishlari, hattoki energiya yetishmasligidan shikoyat qilishadi. Bu holatda oddiy salat va suv iste'mol qilishsa ham vazn ortganini his qilishadi. Bu birgina muammo qalqonsimon bez faoliyatini yaxshi ishlamasligidan darak beradi. Ya'ni qalqonsimon bez butun tanani regulyatori bo'lgani uchun metabolizmni tartibga solish, moddalar almashinuvini yaxshilash va turli xil vazifalarni bajaradi. Gipotireoz, ya'ni qalqonsimon bez faoliyatini pasayishi. Siz har qancha ovqatni miqdorini kamaytirmang, sizda qalqonsimon bez faoliyati yaxshi ishlamasligi uchun metabolizm doimiy past bo'ladi va yog'lar erishi siz o'ylagandek tez bo'lmaydi. Agar siz qancha dieta qilsangiz ham ozolmayotgan bo'lsangiz, sizda katta ehtimol bilan qalqonsimon bez faoliyatida muammo bor. Agar shu muammo sizni qiynayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Agar ushbu videoda maksimal darajada aktiv bo'lsangiz, keyingi videolarda qalqonsimon bez faoliyatini yaxshilash uchun tabiiy usulni aytaman.